Uydagilarga taroveh namoziga ketdim deb bahona qilib, og'aylar bilan kontr o'ynab yurgan bolalar. Saharlik qilishga sekin bular-bularga tushib qo'yaveringlar. Nima o'zgaradi? Ketaveringlar yo'linglarda. Endi menga qarashmanglar. Yolg'izlik menga ulfat, kerak emas bu lapashella. Bo'ldi, aka. Aka, bilasizmi nimaga tarovehga nafsimiz faqat 8 rakatgacha deyapti? Nimaga? Chunki qalbimiz allaqachon musiqadan to'lib bo'ldi. Hisob minusda. Alloh roziligi uchun ikkinchi xotinga uylandim deysanmi? Bu ikkinchi xotinning labi botoks mini yubka. Qadamida aeroport bilan yotibdi. Va qoqishga uylandim deb aytib qo'yaver. Nima o'zgaradi? Og'ayni, kechasi sen uchun ota-onasini aldab ko'chaga chiqib ketayotgan qiz vaqt o'tgandan so'ng boshqasi uchun ham seni aldab ketishi mumkin. Real Barsani 4-0 ga yutganda sevganing ham seni shunaqa qoqib ketsa, nima o'zgaradi? Hisob. Oldin ham aytganmiz, hozir ham eslatamiz. Diningizni ulamo, ahli ilm, yaxshi insonlardan o'rganing. Biz kabi blogerlardan emas. Sabab esa Mazhab talashib soqolni sunnat deb yurgan insonlarni